Ba'zan bemor ko'pligidan, ba'zan ishimiz ko'pligidan, hayotda qo'ygan maqsadlarimizga erishishimizga, tezroq erishishimizga harakat qilish natijasida shu darajada ishimiz ko'payib ketadiki, atrofdagilarimizga, oilaga, qarindosh urug'ga, yaqinlarimizga, farzandlarga vaqt ajratishga imkon bo'lmay qoladi. Shunday paytlarda xayoldan o'tadigan narsa bor, oxiri xayrli bo'lsin. Ya'ni hamma qilayotgan ishlarimizda oxiri xayrli bo'lsin, natijasi xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Oldimizga qo'ygan maqsadlardan faqat biz emas, atrofdagilarimiz, qarindosh urug', yaqinlarimiz, sevganlarimiz, mehribonlik qilib boshini silaganlarimiz hamma bahramand bo'lsin deymiz. Faqat shundagina ishingiz unumli bo'ladi, barobardan keladi. Faqat o'zingizni o'ylasangiz, faqat menda o'ylasangiz, egoist bo'lsangiz, u ish yurmaydi hech qachon. Bir necha bor sinovdan o'tkazganmiz va bir necha bor shunga amin bo'lganmiz.